Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamay. Dalamizdan ozgina lavha qilay dedim. Albionlarimiz hosil berishda hali chiroyli kelyapti. Bunda o'tirganingizda ko'rinadi. Barglar bir sira tozalab tashladik. Chiroyli hosil beribdi. Hosillari yaxshi, yomon emas. Anchagina yirik. Bunday olganingizda yirik yaltirab hosil berib turibdi, xudo xolasa. Hosillari yaxshi. Bir sirg'a barglar, eski barglar tozalab tashladik. O'sha 70 kun bo'lganda barg tozalandi. 70 kun, 80 kunda. Mana endi bu pash 90 kunda tozaladik. Mana barglar ham chiroyli o'sib turibdi. Yaxshi, yomon emas, chiroyli. Endi olganingizda hosillari kelib turibdi, mana chiroyli bo'lib. Jiyan keldi, mana jiyan. Mana shunaqa holatda albionlarimiz. Tomonga yangisini ekib qo'yganmiz, o'zi mana ketdi, xudo xolasa bular ham. Tepda quloq chiqarib keldi, xudo xolasa. Endi begona o'tlarni tozalab, sekin profilaktik ishlarni boshlaymiz. Yomon emas, chiroyli. Chekadan olganda mana shunaqa holatda. Oxiriga borib o'tirmayman, hammasi bir xil endi. Bu yoqdan sekin tushib borsangiz, pastki tomondagi hammasini hosilga qo'yib yuborganman o'zi. Hosilda xudo xolasa o'ylovlarini bir sidirg'ob ko'chat bostirib olganmiz. Yig'i ham xudo xolasa hosilda. Bu past tomonda ham barglarni bir sirg'a tozalab tashladim. Chiroyli qilib. Hozir yoz kunga bo'ladi shu barglar bilan. Hosili yaxshi, yomon emas. Barg tozalagandan keyingi mevalar kelyapti, bitta kichkina bu. Ikkitadan shoda har bittasida. Bütün eski barglar hammasi tozalanib olindi. Do'lalar hammasini qizarib turibdi. Hosildorligi yaxshi, yomon emas. Endi issiqda sal qiynaladi bular ham. 70 gram, 80 gram, 60 gram bermasa ham 40 gram, 50 gramlik hosil berib turadi. Bu tomon ham hammasi shu hosillari. O'rganism mana shu odamlar hosil berib kelyapti. Har bittasida hosili bor, suv beryapti, chiroyli. Gullab kelyapti. Men aslida ko'chatga ishlavdi. 2 partiya ko'chat oldim bu yerdan. Buni yashirib o'tirmayman. Bu hosil olinmagan shu paytgacha. Mana endi ikkinchi val, birinchi valnasi kelyapti hosil. Boshda bitta berib qoldi, arada endi bir arasatda qoldi. Aslida men shu 10 hektardan faqat ko'chat oldim. Bu 10 hektardan keyin narigi boshidagi 8 tarig'dan. Hozir albionlarimiz holati mana shu. Mevalari yaxshi. Kim nima desa desin, mevasi albionni eplab joyiga qo'yib qarasangiz, hosilni beradi qarsilar mana. Ikkitadan shoda turibdi. Faqat hasharot tushirmay, kasallik tushirmay qarash kerak bularga shu. Shunaqa holatda. Shunday yaqinlashtirib biramiz qizoryapti yig'ini sekin. Sharoit bilan o'zini rasxodini sekin yopib turadi endi mana bu kunlarda. Qarab olaysiz. Yirikligi yaxshi, yomon emas mana. Kesin chiqib beradi endi bunun ichini aylanaverish. Ona qilmasin. Bitta pul shodasi mana. O'ziga yarasha. Hech albion nima deydi? O'zini qilgan rasxodini oqlab berar ekanda. Shu buni maqtash emas, boshqa emas. Mana tepa tomonlarga. Hammasi pishyapti bular. Endi olganingizda bu shodalar mana katta-kattalari ham bor. Bu tomondan xudo xolasa holati yaxshi, yomon emas. Notayda mevasi pishyapti. Mevalar. Bitta shoda bu tomondagi ekan. Sekin holatiga qarab
Teryerasida. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqonni qilayotgan ishlarga Alloh taoloning o'zi baraka bersin, rivojini bersin. Xalqimizni dasturxonga chiroyli nozimatlarni yetishib bersa, biz dehqonlar charchamaylik. Charchamanglar. Shuni olganingizda qizil palasi berib turibdi o'zi. E'tibor bering, qarasiz.